Uyda o'tirsa, birodarlar, ko'chama-ko'cha yurmasa, kuni qo'ni-qo'shninikida o'tmasa, bolalar ko'chada och qolib ketmasa, serial tayda o'tirmasa, g'iybat qilib ko'chada o'tirmasa, o'tgan-ketgan erkaklarni tomosha qilib o'tiradi erkak eshikda ayollar yo'q. Yo mahallada bilmasa deydi, to'rtta tushta chiqib olib o'tirishadi. Xudoga shukr, hozirga ozayib qoldi bular. Lekin bor hali ham. Bor. Bu ayolni payg'ambarimiz jannatga kiradi men bilan demayapti. Uyida o'tirgan ayolda deyapti. Uyida o'tirganda. Ayol kishini eng katta g'ami erining roziligi va farzandlarining tarbiyasi bo'lishligi kerak. Chunki bu mana shu ayol uchun eng ulug' ish. Agar ayol kishi ona bo'ldi, birinchi g'ami erining roziligi bo'lsa, g'ami farzandlarning tarbiyasi bo'lsa, ularda taomi, sharobi, kiyim-kechagi, tozaligi, darsi, shu farzandlarning kelajagini g'amini qilib yashasa, bu ayol dunyodagi eng ulug' ishni qilyapti. Erda xizmati qolib, bolani xizmati qolib, ko'chama-ko'cha yurgan bo'lsa, agar dars o'qib yurgan bo'lib turib, ayol erini, bolalarini tarbiyasini muhmal tashab qo'ygan bo'lsa, bu ayol noto'g'ri ish qilyapti. Erini xizmati, bolasini xizmati, uyini xizmatidan ostda chiqsin ko'chaga. O'sha dars o'qigani ham kerak bo'lsa. Ayol kishining eng ulug' ishi uyda. Erini xizmati, farzandlarning tarbiyasi.